Qibray tumani Parvoz mahallada mehrda haqiqiysi berilgan hovlimiz sotuvga qo'yildi. Fasad qismini ko'rishingiz mumkin. Bunaqasiga 10 metr, uzunasiga 30 metr, plus qo'shimchasiga 10 metrga 1 metr zahvati qo'shilgan ekan. Mana bu joyda tashqari sanuzellari joylashgan. Xo'p, bemalol 3 tagacha mashinani sig'dirsanglar bo'ladi. Xo'p, klimat kontrollarini qo'yib ketishgan ekan. Suv sug'orish uchun zeleniy zonalarni ko'rishingiz mumkin. Tashqari fasadlarni ko'rishingiz mumkin. Parvoz mahallamiz chinakamiga chiroyli zo'r mahalla ekan. Xo'p, oshxonamizga mana bu joydan alohida kirsa bo'ladi, plus xonadonning ichidan, mehmonxonadan o'tib kirsak bo'ladi. Xo'p, hozir oshxona qismidan boshlab ichkari qismlarini tushuntirib o'tib ketaman. Oshxona qismini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli remontda bitgan. Kuxonniy mebellariga alohida e'tibor qilib qo'yasizlar. Hammasi sifatli materiallardan foydalanilgan. Goodwill fermasiga tegishli texnikalarigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Xo'p, mana bu joyda mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonani ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli proyektda o'ylangan. Mana bu joyimiz esa boyagi tashqaridan kirish eshigimiz, zinamiz, yuqori qavatga chiqib ketish, podvalimiz. Hamma eshiklari ko'rib turganimizdek Rasulov sifatli eshiklardan foydalangan. Hech qanaqa pul ayalmagan bu xonadonimizning remontiga. Bu yoqda bitta yotoqxona, hamma xonalarda alohida cho'pli pollargacha o'rnatilgan ekan. Bu birinchi qavatdagi общий sanuzelimiz bo'ladi. Sanuzelni ko'rishingiz mumkin. Konna brendiga taalluqli santexnika mahsulotlari o'rnatilgan. Xo'p. Endi yuqori qavatni ko'rib o'tamiz. Yuqori qavatga chiqib kelishimiz bilan bizani 4 ta razdelniy xona kutib oladi. Hamma xonalari alohida, to'g'rida общий sanuzelimiz bo'ladi va bu yoqdan ko'rinishi $500 lyustralarimiz o'rnatilgan. Bu yoqda qizlarimiz uchun detskiy yotoqxona yoki roditelskiy yotoqxona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Bu xonani o'zini sanuzeli ham mavjud. Juda ham chiroyli remontda qilingan. Natijniy patologdagi bitga o'zingiz e'tibor qilib qo'yasizlar. Mana bu joyda tepada bitta mehmonxona qoldirilgan. Xohlasanglar yotoqxona sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yog'imizda yana bitta detskiy yotoqxona. Bu ko'proq qizilgan mos ekan. Juda ham chiroyli chiqqan remontda. Va mana bu joyda yana bitta yotoqxonamiz mavjud. Bu ikkinchi qavatdagi общий sanuzelimiz bo'ladi. Endi podval qismini ko'rib chiqamiz. Tushib kelishimiz ham bizani mana shunaqa kenggina hol sifat joy qoldirilgan va mana bu joyda uy egalari Damashq kinoteatr qilaman deb qoldirishgan ekan. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Va mana bu joyda xonadonimizning yuragi, ya'ni bitta Malibu Premierni puli kirib ketgan joyimiz. Ya'ni $20,000 mana shu narsani qilish uchun xarajat sarflangan ekan, $5,000 usti haqqi bo'lgan ekan. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Italyanskiy mahsulotlardan foydalanilgan Bosch juda ham sifatli. Bu narsani tushungan odam tushunadi. Xullas, xonadonimizda $250,000 so'ralyapti. 3 sotix yer maydoniga joylashgan, общий hisobda 8 ta xonadan iborat. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, opsiyada telefon nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.